Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana Xudo xohlasa, bu joyimizdagi alkafon montaj ishlarimizni shapka qismi o'z yakuniga yetdi. Bu joyimizda oppoqqina alkafondan 3 talik fason qilib berganmiz. Ko'rib o'zinglar bitta baholarni berib olasizlar. Menimcha ideal holatda chiqdi. Ideal holatda bitdi. Endigi navbatimiz esa mana bu joyimizga patolog qismi bo'ladi. Bu patologimizni ham tez orada montaj ishlarini va bitgan holatlarni qo'yib beramiz. Buni ham kuzatib boringlar. Xudo xohlasa, kunda kunora 2-3 ta video qilib boramiz. Ko'rib qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Kimda shunaqa alkafon sohasidagi ishlar bo'lsa, aytsanglar, Xudo xohlasa chiroyli qilib ishlab bitirib beramiz. Alkafon mahsulotlari bilan ustalarni ham Xudo xohlasa gaplashib beriladi. Ham go'zal narxlarda qildirib beramiz iloji boricha. Hamyonbop go'zal holatda sifatli va chiroyli ishlarni bitirib beramiz.